Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Mana Max uzubiga obuna bo'lib qo'ying. Bu meni ukam. Uy quryapti. Uka, yordamlashaymi? mana yana ber. Tuzildi. Mana berdi suv bor ekan. Ha, mayli. Unda uxlaylik uka. Ha, yotog'ing meni uyimda qolib ketibdi. Hozir olib boraman. Yo, şurada yashaymanmi? Yotasanmi? Ha. Şurada To'xta, yashayman. tashqariga chiq. Yo'q. Chiq. Yo'q. Chiq. Yo'q. Chiqsang-chi. Yo'q. Chiq uka. Yo'q. Tashqariga chiqib uxla iltimos. Yo'q. Mayli, xo'p. Tashqarida uxla iltimos sendan. So'k otmadingmi? Otdim. Yo'q, hozir unda yordam tong otdi qoyil. Unda yur. Yo billa. Men daraxt olishim kerak. Pashona xiy. Yer olayman men. Yerni nima qilasan? Uy qurajaqman. Ha, mayli unda. Bila zaybal qiling. Buzul. Ukam uzr obunachilar, o'zi ukam shunaqada so'kinib qo'yadi. To'g'rimi ukam? Ha. Boshqa so'kinmaysan-a? Yo'q. Ne berdi yo'q. Yo'lda tanishmi? Yo'l nimaga kerak? Senda topor bormi? Yo'q, menda. Qo'lingda buzasanmi sen daraxtlarni? Seni? Bola ukam sal Shevani qo'shib yuboryapti-da. Uzr. Hozir Obunachilar kulinglar biladi. men ukam shunaqa-da. O'zi shunaqa qilib turadi. Har doimda emas-da. Unaqa demaylar ukamni yaxshi. Ammo video olganda salgina yomonlashib ketadi-da. Hozir men uyimga boraman desam, mana hozir uka senda qancha daraxt bo'ldi? Ko'pmi? Yo'q, menda daraxt yo'q. Nima qilding? Yedingmi? Men taxtada turdim-ku. Taxt uyingni qurmoqchi emasmisan? Yo'q. Ko'chada yashamoqchimisan? Yo'q. Qayerda yashaysan? Beni bo'lib men kambag'al bo'lmoqchiman. Kambag'al bo'lmay gadoymisan sen hali? Seni? Qayerda yuribsan? Yo'qdan. Yer tagida. Hozir seni qazib topdim. Meni yo'qdan. Sen ukachani topdim-u. Hozir men bu daraxtlarimni qo'yib kelaman. Mayli, xo'p. Hozir obunachilar obuna bo'lib qo'yinglar. Mayli, xo'p, uka. Bu ukamni kanali. Ukamni kanali zo'r. Obuna bo'lasizlar. Iltimos sizlardan obunachilar. Ukam 1000 ta bo'lmoqchi. Hozircha ukamning obunachisi kamroq. To'g'rimi ukam? Ha, bir. Juda kam-da. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Bu videomiz sal qisqaroq bo'ladi. Keyingi videolar bundan uzunroq bo'ladi degan umiddaman. Voy boso deydi teatr voy ba. Xayr, qadrli obunachilar.